Keyingi masalada yana mana bu masalada biz hozir ikki karrali integrallarni o'zgaruvchilarni almashtirish masalasini ko'rib chiqamiz. D sohamiz bu shunday x y'lar juftidan iborat bo'lib, x'imiz 0 1 kesmada o'zgaradi. Y'imiz esa 2x dan katta yoki teng, 3x dan kichik yoki teng. Ana shu soha bo'yicha ikki karrali integral d bo'yicha f x y dx dy ni hisoblashimiz kerak va bunda qutb koordinatalar sistemasi bo'yicha ko'rishimiz kerak. Boshqa aytganda mana bu x y'larni qutb koordinatalariga almashtirishimiz kerak. Shu ishni bajaramiz. Endi sohani chizamiz. Sohani chizish uchun bizga mana bu kerak bo'ladi. Qarang. Y o'qi 2x y teng 2x degan chiziqli funksiyaning grafikidan pastda bo'lyapti. Yo'q, o'shandan yuqorida bo'lyapti. Y bundan katta-da. Y teng 2x degan to'g'ri chiziqdan bizning y'larimiz, ya'ni mana bu yerdagi y'larimiz katta, ya'ni yuqorida bo'lyapti. Lekin 3x dan pastda, ya'ni 3x dan kichik, ya'ni y teng 3x degan to'g'ri chiziqdan pastda bo'lyapti. X'imiz esa 0 bilan 1 kesmada bo'lyapti. O'shani qo'yamiz mana. Qarang. Mana koordinat sistemasi. Bizning sohamiz hali aniq emas, shuni aniqlashtiryapmiz. Demak, sohamizda aytayapti. Y'larimiz y teng 2x degan mana bu to'g'ri chiziqdan katta. Demak, buning yuqorisida. Y teng 3x degan mana bu to'g'ri chiziqdan kichik. Demak, uning pastki qismi. Xo'p, bu yerda ikkalasi ham 0 degan nuqtadan o'tyaptimi? 0. Mana bu burchak bo'lyapti, mana shu burchak bo'lyapti. Agarda mana bu chiziq bo'lmasa, burchak chekishda davom etib ketadi sohamiz. Bizda esa xo'p, bizda mana sohamiz x teng 1 degan mana bu to'g'ri chiziq bilan ham chegaralangan. Mana bundan bu yoqqa o'tib keta olmaydi. Shunday qilib bizga chegaralangan soha nima bo'lib qoldi? Buning yuqorisi, mana buning pasti va x teng 1 ning nimasi? Chap tomoni. Mana shu uchburchak bo'lyapti. Shunday qilib chizmadan ham chizib oldik sohamizni. Lekin biz bu yerda o'zgaruvchilarni ikki karrali integralda o'zgaruvchilarni almashtirish qoidasidan foydalanamiz. Biz x y'larni qutb koordinatalari bilan almashtirdik. Mana bilan almashtirdik. X ni r cosinus phi dedik, y ni r sinus phi dedik. Mana shu birinchi almashtirishni bajardik. Bu almashtirishni qachon bajarib bo'ladi? Qachonki mana bu Jakobian 0 dan farqli bo'lsa. Shu Jakobianni hisoblashimiz kerak. Bu Jakobianni hisoblaydigan bo'lsak, qarang. Mana bu x dan nima? Phi bo'yicha nimasi? Phi bo'yicha xususiy hosilasi. Bunisi esa y dan phi bo'yicha xususiy hosilasi. Ikkalasi ham cosinus phi ga teng, bittasida r sinus phi bo'lyapti. Xo'p. Mana bundan sinus phi r cosinus phi bo'lyapti. Mana bu determinant hisoblaydigan bo'lsak,
bunday ko'paytiramiz, bunday ko'paytiramiz. Mana bundan buni ayiramiz. Ko'paytirsak kosinus kvadrat r bo'ladi, minus, bular esa minus sinus kvadrat r bo'ladi. Demak, plus bo'lib ketadi. R ni tashqari chiqarsak, kosinus kvadrat phi plus sinus kvadrat phi bo'ladi. Kosinus kvadrat phi plus sinus kvadrat phi bu 1 ga teng. Bundan kelib chiqadiki, bu r ga teng. R esa 0 dan farqli. Qutb koordinatalar sistemasida bu 0 dan farqli son bo'ladi. Shunday qilib ko'rdik, almashtirishning yakaviyani 0 dan farqli ekan. U holda mana bunday, bu yerda yana bitta narsani aytib o'taylik. Boyagi qutb almashtirishda bizning D sohamiz delta sohaga o'tyapti. Shuni hisobga qo'yaylik. Soha ham o'zgaradi. Buni bunga akslantiryapti. Endi o'zgaruvchilarni almashtirganda quyidagi qoida o'rinli. Biz o'sha qoidadan foydalanamiz. Qoidada shunday deyapti. Agarda biz x teng phi ot u va y teng xi ot u d bo'ladigan bo'lsa, mana shu ikkinchi almashtirish qo'llayotgan bo'lsak va undan tashqari o'sha ikkinchi akslantirish o'zaro bir qiymatli bo'lsa, ikkinchi phi ot x y bilan xi ot x y ikkalasi ham D sohada uzluksiz. Ikkalasi ham D sohaga uzluksiz. Va funksiyaga teskari bo'lgan funksiyalar ham o'sha ana bu delta sohada uzluksiz bo'lsin. Xo'p, uchinchi sharti o'sha sistemamiz, ya'ni ikkinchi almashtirishlar sistemasi uchun funksiyaning xususiy hosillaridan hosil bo'lgan mana bu nimasi 0 dan farqli bo'lsin. Agarda mana shunday shart bajarilsa, 3 ta shart bajarilsa, u holda mana bu teorema o'rinli bo'ladi. Faraz qilaylik, ikkinchi sistema, ya'ni almashtirish sistemasi yordamida aniqlangan funksiyalar D sohani delta sohaga akslantirsin va undan tashqari boya yuqorida ko'rib chiqqan birinchi, ikkinchi, uchinchi shartlarni qanotlantirsin. U holda I teng ikkaral integral D bo'yicha f x y dy teng bo'lar ekan integral delta bo'yicha phi ot u va xi ot u va keyin o'shaning moduli du dv. Mana shu formula ikkarali integralni integralda o'zgaruvchilarni almashtirish formulasi bo'ladi. Ana shu qoidadan foydalanib boyagi berilgan qutb akslantirishlarni, qutb almashtirishlarni ko'rishni davom ettiramiz. Demak, shunday qoidalarni anaqa nima deydi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi shartlar qanotlantiradi. Uni yuqorida ko'rib keldik. Demak, teorema o'rinli bo'ladi. Endi shunday qilaylik. Chizmadan qaraydigan bo'lsak, mana bu AOS, mana AOS. Bu to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchak, shundaymi? Xo'p, bundan tanginsni topishimiz mumkin. Sinus kosinuslarni topish mumkin. Mana bu yerda tanginsni topadigan bo'lsak, qarang. Tangensi burchakka yopishgan anaqada burchak qasdagi katitning burchakka yopishgan katitga nisbat. Xo'p, keyin undan tashqari mana bu uchburchak ham bor, qarang. B O S degani ham bor. Bundan ham O B ni topib olishimiz mumkin. Mana bu yerda esa O A ni topib olishimiz mumkin.
o'shalardan foydalanib, shu uchburchaklardan foydalanib, mana burchak AOS'ning tangensi AC taqsim OS bo'ladi. AC bu yerda 2 ga teng edi, OS 1 ga teng edi. Xo'p, 2 taqsim 1 bu 2 ga teng. Bundan AOS burchakning burchak arktangens 2 ga teng bo'ladi. Shunday qilib burchakni topdik. Xo'p, xuddi shu qoida bilan BOS burchakni ham keyingi uch burchak ko'rsatdimki, o'shani ham topamiz. Xo'p, to'g'ri burchakli uch burchakdan OA, OBlarni ham gipotenuza sifatida topamiz. Mana hisobladik. Shunday qilib biz x ni topdik. X bu 1 ga teng. X o'zi nima edi? U r cosinus phi ga teng edi, boshida belgilashimiz. Demak, r cosinus phi 1 ga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, r bu 1 taqsim cosinus phi ga teng bo'lar ekan. Ana endi shulardan foydalanib D sohani belgilaymiz. D sohamiz phi arctangens 2 dan to arctangens 3 gacha. Shu oraliqda o'zgaryapti. R-chi R'ni eng katta qiymati 1 taqsim cosinus phi bo'lyapti. R u radiusning eng kichkina qiymati nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Shuning uchun R 0 dan katta yoki teng, kichik yoki teng 1 taqsim cosinus phi dan. Shunday qilib biz nimani topdik? Xo'p, D sohani topib oldik. Endi D sohani boshqacha qilib ham qarash mumkin. D1 plus D2 ning nimasi? Chizmamiz pastdamidi, yuqoridamidi? Hali yuqoridan chiqmadimi chizma? Chizma chizuvdik-ku, chizmamiz qani bizda? Ha, mana chizmamiz. Qarang. Buni ikkita sohaning yig'indisi qilib olishimiz mumkin. Mana chizib ko'rsataman. O'dan boshi mana 0 dan boshlayapti, O'dan boshlayapti mana. Shu yergacha kelyapti, mana. Buning qiymati 2 ekan. Keyin bu yoqqa yursak A, keyin yana pastga tushsak. Mana bu bitta uchburchak soha, ikkinchisi yuqoridagi. Mana bu yerdan, mana chiziqdan boshlab yuqorida mana. Ana bu ikkinchi soha. Shu ikkita sohaning yig'indisi sifatida qaraymiz. Ana shu ikkita sohaning yig'indisi qilib oldim. Birinchisi cosinus phi'miz arctangens 2 dan katta yoki teng, arctangens 3 dan kichik yoki teng. Xo'p, R esa 0 dan ilzosida 5 gacha. Ikkinchi yuqoridagi sohamizda phi'miz arctangens 1 taqsim R dan katta yoki teng, arctangens 3 dan kichik. R esa ilzosida 5 dan katta yoki teng, ilzosida 3. Ana shundan foydalanib yozamiz. Mana bundan. Demak, phi bo'yicha integral olganimizda chegarasi arctangens 2 dan arctangens 3 gacha bo'ladi. Mana phi bo'yicha integralimiz chegarasi arctangens 2 dan arctangens 3 gacha. R esa 0 dan mana bungacha. Mana R bo'yicha olyapmiz, bu 0 dan mana. Keyin haligi funksiyaning shu R cosinus phi va R sinus phi dagi qiymati bo'ladi. Mana. Bu bitta mana bu ko'rinishdagi soha bo'yicha integral. Endi uni ham mana bu sohalar yig'indisiga teng deyapmiz-ku. Demak, mana bu soha bo'yicha integral. Ya'ni integral 0 dan ilzosida 3 gacha dr mana R'imiz qani? Mana bu. Xo'p. Buni phi'miz esa arctangens 2 dan arctangens 3 gacha. Plus bunisi. Xo'p. Phi arctangens 1 taqsim 2 dan arctangens 3 gacha. Chegara anaqa R esa ilzosida 5 dan ilzosida 10 gacha. Bu mana bu ham
nihoyasiga yetdi. Biz hop funksiyani o'zgaruvchilarni almashtirganda D soha bo'yicha ikki karrali integralni mana bu karrali integrallar ko'rinishida yozdik.